Hammaga assalomu alaykum. Har doimgidek sizlar bilan Sardorli kanali. Bugungi videoda qanday qilib Instagram akkauntingizni blok bo'lgan bo'lsa, blokdan chiqarish haqida video bo'lib o'tadi. Videoni boshlashdan avval shu videoga like bosib, обязательно obuna tugmasini bosib qo'ying do'stlar. Men birinchi olgan videoyim shu haqida ko'p muhokamalarga sababchi bo'ldi. Ko'pincha odam yozdi, "Meniki blog bo'ldi, menikini chiqarib bering. Bu allohchi, chiqarib bo'lmaydi, bu" deb gap qilishdi. Mana bugun biz bitta obunachilarimiz akkauntlarini chiqarib beramiz. Pastda jalvatsa tugmasi bor. O'sha jalvatsini bosib qo'ydim. Videoga olishga ulgurmadim. O'sha pastga jalvatsini bossiz, mana shunaqa oyna ochiladi. Oynada mana shu tepada yozilgan kodni yozib, kod dalya bosasiz. Dalya bosgandan keyin ozgina kutasiz va bo'ldi. Va sizdan elektron adres pochtangizni so'raydi. Mana shu yerda bitta любой elektron pochtangizni yozib qo'ysangiz, men yozib qo'ydim. Endi отправить kod qilamiz. Kodni jo'natamiz shu elektron adres pochtamizga. Va kod bizni Gmailga keladi. Ko'rib turganingizdek, mana bizga kod keldi. Pastga. Kod kelmayapti, do'stlar. Mana do'stlar, kod keldi. 50 63 05. Bo'ldi, kodni yozdik. Endi bu yerda начать съемку o'zingizni nima qiladi? Skaner qiladi. Bu yerda muhimi siz 18 yosh yoki 16 yoshdan katta bo'lishingiz muhim. Agar siz kichik bo'lsangiz, bironta kattalarga aytasiz, bitta yuzlarni skaner qilishlari kerak bo'ladi. Men hozir skaner qilib qaytaman. Mana men skaner qilib bo'ldim. Endi bu meni informatsiyamni Instagramni qilib qodlashiga, supportiga jo'natyapti. Jo'natib bo'lgandan keyin bo'ldi. Mana shunaqa chiqadi. Bu yerda bo'ldi, meniki ochiladi deb o'ylamanglar. Zaveshni bosasiz. Keyin bu yerda sizdan o'zining nomer telefoningizni so'raydi. Bu yerda nomer telefonni yozamiz. Bo'ldi, men nomerga kod jo'natdim. Endi nomerga kod kelishini kutib o'tiramiz. Mana bizga kod keldi. Kodni yozib olamiz va jo'natamiz. Bu yerda endi nima deyapti? O'zingizning ID kartangizni rasmini, o'sha kim o'zini Face ID qildi, yuzini skaner qildi, o'sha odamnikini nima tashlashingiz kerak. Pasportini. Hozir tashlab kelaver. Mana hozir dalyani bossiz, dalyani bosgandan keyin mana bu yerda qanaqa hujjat kerakligini bittasini tanlab olasiz. Masalan, men pasport tayyorlayman. Bo'ldi, dalya bosamiz. Xo'p, nachatni bossiz. Va mana shu yerda 4 burchak bor-ku, o'shaning ichida ID kartangizni qo'yishingiz kerak bo'ladi yo pasportingizni. Men hozir qilib kelaman. Men aytgan shunaqa narsalarni qilasizlar va bo'ldi. Sizlarning akkauntingiz kopi bilan bir kunda ochiladi. Lekin men o'zim ochib berayotgan akkauntlar 1 soat, 2 soat, 30 daqiqa ichida ochilib ketyapti do'stlar. Bu faqat sabr qilish va shu aytgan narsalarni qilish. Va men описаниеda va kommentariyada bitta narsani qoldiraman. O'sha narsani o'qib chiqinglar. O'sha narsani qilsangiz, sizning akkauntingiz blok bo'lmagan bo'lsa, akkauntingizni blok bo'lishini oldini, xavfini oladigan narsa. Yana do'stlar, Falsen bot nimasiga taklif qilmoqchiman. Bu bot meniki, o'zimniki.
Mana shu bot orqali siz любой ijtimoiy tarmoqlaringizga nakrutka urishingiz, GIF, Premium, Stars va boshqa narsalar xarid qilishingiz mumkin. Va eng yaxshisi o'z uchun Telegram akkaunt ocha olasiz. Nomellari любой davlatniki bor va arzonlari ham bor. Arzonlari 6000 dan va 3000 dan boshlanadi. Hali 3000lik tugab qolgan, 3000lik qaytsa ko'rinadi.